Assalomualaykum guruhdoshlar. Mana bir dona Qirg'iziston qo'chqori kelgan. Garbonoslari. Oyliklari razrejlari tikka. Mana uzunligi ta'sir o'zi yumshoqdir. Mashalloh deydigan qo'chqorchamiz kelgan. Quloqlari 20 sm. Bo'ylari mana bo'ylarni ko'ring, qo'yinchi metrda. Mana bo'yin o'zlaring ko'rib olasizlar. Xushamoq. Mana xohlagan santimetrda ko'rib olasizlar. Mana yerdan qo'yganmiz. Mana oyog'ini to'g'ri qilgan. Met bo'ldi shunday. Mana 80 nechidir. Quloqlari 19,5 plyus quloqman. Garbonoslari ham kelishgan qo'chqorimizda. Yosh oyliklar 8,5 oy, 9 oylik bo'lishi kerak. Uzunligini o'lchab qo'yishchi. Kvadrat ekanmi? Mana kvadrat uzunligi. Bo'ldi. Keyingisini olib chiqaringlar. Mana akalar ikkinchi partiyamizga toza kashtan sortidan mana razrezlari, oyoq kiyimlari. Asosiy garbonos. Qo'yimiz o'ta yaltillagan. Mana o'ta kelishgan qo'yma, uzoqroqda olyapmiz. Apka. Mana uni sovlig'i. Bo'g'ma diyor. Mana aka mashalloh deydigan qo'ylardan akalar. Mana u yuzini qarang buni. Yaltillaydi ya bu jonivor. Haqiqiy kashtan shu mana, haqiqisi Xudo xolasa. Mana yuzlari, garbonoslari. Mana oyoqlari baquvvatligi asosiy mana. Oyoqlar baquvvatligi. Mana sovlig'imiz. Bu bo'g'oz. Mana shu qo'chqordan er-xotin ikki. Er-xotin bo'lib qoldi kelgandan keyin. Mana buni yuzini ham qarang. Obunachilar. Mana yuzi ham tiniq. Bilasi ham qo'zi mana. Tishini oching, tishasi bilan. Mana qo'zi hali bu tish yorishigancha bor mana. Mana buni oching. Mana bunisi. Hozir aka sizlarga bo'ylarini ko'rsatib beramiz. Ushab tur. Tepa hali, narigi tarafda. Shunday. Mana aka yerdan akalar. Mana o'zlaring ko'rib olasizlar mana. Nechiligini. Uzunligi. Mana uzunligi. Kvadratda qo'y. Mana yo'q belni qaranglar. Endi buni xotinini ko'ramiz. Ana, nachilar. Quyosh bo'yi. Uzunligi 80 ga 80 nechidir. Qiziqqonlar aloqaga chiqaramiz.